Qo'qon 1912 da tarixiy ilk g'alaba. Navbahor klubi mag'lub etildi. O'zbekiston Superligasining 4-turdan o'rin olgan Qo'qon 1912 hamda Navbahor o'rtasidagi jangda mahalliy jamoa 2-1 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu uchrashuv muxlislar uchun haqiqiy hayajonli soatlar tug'dirdi. Chunki har ikki tomon ham maydonda kuchli harakat qildi. Uchrashuvning dastlabki golini Anri Chichinadze 14-daqiqada kiritdi va mehmon jamoa 0-1 hisobda oldinga chiqdi. Mazkur vaziyatdan keyin Qo'qon 1912 o'zini bir oz to'p bilan boshqarishda va hujumlarda rivojlantirdi. Penaltidan foydalanib Javohir Husanov 28-daqiqada hisobni tenglashtirdi. 1-1. Uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Muhammadanas Hasanov 94-daqiqada gol urdi va qo'qonliklar birinchi bor joriy mavsumda g'alabaga erishdi. 2-1. Bu gol muxlislar orasida katta shodlik uyg'otdi va maydondagi atmosferani yanada qizitdi. Mehmon jamoa Navbahor ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'rdi. Ammo oxir-oqibatda qo'qonliklar jamoasining strategik harakatlari samara berdi. Shu tariqa mahalliy jamoa joriy Superligada ilk marotaba g'alabani qo'lga kiritdi va muxlislar oldida o'z kuchini ko'rsatdi. Qo'qon 1912 Navbahor 2-1. Bunyodkor qiyin g'alabani Xorazm ustidan qo'lga kiritdi. O'zbekiston Superligasining 4-turdan o'rin olgan Xorazm hamda Bunyodkor uchrashuvi nafaqat qiziqarli, balki ajoyib kurashlar bilan xotiralarda qoldi. Mehmon jamoa 1-2 hisobida g'alaba qozondi va bu bahs muxlislar uchun xotiradagi eng emotsional damlardan biri bo'ldi. Uchrashuvda hisobni Nosirjon Abdusalomov ochdi. Undan so'ng Matiya Krivokapich penaltidan gol urib, hisobni 2 ga ko'paytirdi. Ikkinchi bo'limda Temurbek Ismoilov oradagi farqni qisqartirdi va raqib hujumini kuchaytirdi. Ammo 62-daqiqada Sardor Rahmonov qizil kartochka olib maydondan chetlatilishi qaldirg'ochlarning ustunligini mustahkamladi. Uchrashuv davomida har ikki jamoa faol harakat qildi. Biroq mehmonlar oxirida ustunlikni qo'lga kiritib, muhim ochkolarni o'zlari uchun ta'minlashdi. Shu tariqa Bunyodkor qiyin va murakkab bahsda g'alabani qo'lga kiritdi. Muxlislar uchun esa esda qolarli va hayajonli uchrashuv bo'ldi. Xorazm Bunyodkor 1-2. OKMK Navoiyda Qizilqum ustidan minimal hisobda g'alaba qozondi. O'zbekiston Superligasining 4-turdan o'rin olgan Navoiydagi bahsda OKMK Qizilqumni 1-0 hisobda mag'lub etdi va mavsumdagi ilk g'alabasini qo'lga kiritdi. Ushbu g'alaba jamoaga ochkolarni 4 taga yetkazish imkonini berdi va ularni musobaqa jadvalida 10-o'ringa ko'tardi. Qizilqum esa 6 ochko bilan 8-pog'onada qoldi. Uchrashuvda yagona golni Abror Karimov 34-daqiqada kiritdi. Bu gol maydondagi har bir harakat va jamoaviy intizom samarasining natijasi bo'ldi. Qizilqum jamoasi ham o'z imkoniyatlarini sinab ko'rdi. Farhod Rahmatov, Fayzullo Jumanquziyev, Shahzod Rahmatullayev va boshqa futbolchilar faol harakat qildi. Biroq to'pni darvozaga olib kirishda omad ular tomonidan bo'lmadi. OKMK tarkibida Hamidullo Abdunabiyev, Grigoriy Papava, Avaz Ulmasaliyev va Dilshod Ahmadaliyev kabi tajribali futbolchilar maydonda samarali harakat qilib, jamoaga g'alaba keltirdi. Shu tariqa Navoiydagi bahs muxlislar uchun nafaqat hayajonli, balki strategik jihatdan ham muhim uchrashuv sifatida esda qoldi. Ogohlantirishlar va raqib harakatlari bahsning shiddatli kechganidan darak berdi. Lekin oxirida OKMK minimal hisobda g'alabani qo'lga kiritib, muxlislarni xursand qildi. Qizilqum OKMK 0-1.